Hammaga xayrli kun. Sizlar bilan xirurg proktolog onkoxirurg Shirinov yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim ozgina ichak oqmalari haqida. Kimlardir boshdan o'tgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, qarindosh urug'larida hech kimga nima ravo ko'rmaymiz. Endi bo'lib qoladi. Operatsiyadan keyin qorinni old devoridan axlat chiqib turadi. Qisman yoki ko'proq axlat chiqib turishi mumkin. Operatsiya bo'lgan joydan chiqishi mumkin yoki operatsiya vaqtida drenaj naya qo'yamiz, u yerdan chiqib qolishi mumkin. Xullas ana shunaqa qorin old devoridan axlat chiqib turishiga biz ichak oqmalari deymiz. Ichak oqmalari ingichka ichakdan chiqishi mumkin yoki yo'g'on ichakdan chiqishi mumkin. Ko'pincha bu operatsiyani asorati. Operatsiyadan keyin tikilgan joylar yaxshi ushlamasa, ochilib ketsa, ichak suyuqligi chiqib ketib, qorin devoriga orqali tashqariga chiqib ketishi mumkin. Bu birinchi sababi. Agar o'sma kasalligi bo'lsa, o'sma kasali qorin old devorini teshib, ichakni ham teshib chiqqanda, bunaqa holatda ham ichak oqmalari yuzaga keladi. Biz kundalik amaliyotimizda har oy deyarli bunaqa ichak oqmalari bilan duch kelamiz, operatsiya qilamiz, ayni payt dori-darmon bilan davolaymiz. Xullas, ichak oqmasi degani mana oddiy sxematik tarzda tushuntiradigan bo'lsak, mana bu ingichka ichak. Mana ingichka ichakdan ovqat yegan ovqatimiz oshqozondan keladi. Mana bu yerda yo'g'on ichak bor. Yo'g'on ichak orqali ovqat harakatlanib, himus axlatga aylanib chiqib ketishi kerak normada. Ichak oqmasi bo'lganda nima bo'ladi? Ichak devorida defekt bor, ya'ni nuqson bor. Bu tikish joyi ochilib ketishidan bo'lishi mumkin dedik yoki yara yorilib ketishidan yoki o'sma yemirilishidan bo'lishi mumkin. Axlatning bir qismi qorin old devoriga chiqib ketadi. Mana stilka bilan ko'rsatganimizdek kamroq qismi, ko'proq qismi o'tib ketadi. Endi mana shu defekt qayerda joylashganiga qarab ichak oqmasini og'irlik darajasi aniqlanadi. Masalan, ingichka ichakda teshik bo'ladigan bo'lsa, bu juda og'ir ahvol, chunki ingichka ichakda kislota kuchli, atrof terini axlat chiqqan paytda terini kuydirib ketadi, bartaraf qilish qiyin. Yo'g'on ichakda, ayniqsa yo'g'on ichakda chap tomonlarida bo'lsa, bu oqmalar unchalik ham odam hayotiga xavf tug'dirmaydi. Chunki bu tarafda o'sha axlat shakllangan, kislota deyarli qolmagan, tashqariga chiqsa ham bartaraf etish osonroq bo'ladi. Mana shu narsani biz ichak oqmalari deb aytamiz. Endi ichak oqmalari bo'lganda nima qilish kerak? Buni axlat chiqadigan joyda toza tutish kerak, har kunlik bog'lom almashtirib turish kerak. Davolashligida qanaqa qilib davolanadi desak, bu albatta oqmani qayerdan paydo bo'lganiga, ingichka ichakdanmi, hamda ingichka ichak yuqori qismidanmi yoki pastki qismidanmi, yoki yo'g'on ichakdanmi, yo'g'on ichakda qayerdan? Keyin bu oqmani qanchalik katta kichikligiga ayrim payt bo'ladi, ozgina axlat chiqib turishi mumkin, odam hayotiga xavf solmaydi. Ayrim payt bo'ladi, to'liq axlat bu tarafga o'tib ketmasdan hammasi qorin old devoriga chiqib ketishi mumkin. Unaqa paytda odam hayotiga xavf soladigan asorat yuzaga kelgan bo'ladi. Shuning uchun biz buni tekshirib ko'rib, qayerda joylashganligi, oqmani turi, formasiga, hammasiga nima qilib, keyin o'shanga qarab davolash taktikasini yoki dori-darmon bilan davolash yoki operatsiya davolash hal qilamiz. Ana shu ichak oqmalari. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda bor yoki telefon qilib aniqlashlaringiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.